Men Murodov Farruq Abduqahhorovich Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dastur injiniring kafedrasi dotsenti bo'lib ishlab kelmoqdaman. Men ilmiy rahbariyat texnika fanlari doktori professor Ravshan Nurmahmad. Men ilmiy tadqiqot mavzum daldorlik asosan mana hozirgi kunda juda daldor muammolardan bittasi ekologik muammo. Shu ekologik muammo doirasida hukumatimiz qarorlari, bir nechta qarorlar chiqarilgan, Vazirlar Mahkamasi prezident qarorlari doirasida men ilmiy tadqiqot ishi olib bordim. Bu ushbu jarayonda mana atmosferada zararli moddalarning tarqalishi jarayonini ifodalovchi nochizliqli matematik modellar ishlab chiqdim. Shuningdek, sferik koordinatlar sistemasida ham matematik modellar ishlab chiqdim. Bu bo'yicha mana Samarqand viloyatida bir nechta obyektlarga joriy etdim va Raqam texnologiyalar vazirligi va Samarqand viloyat hokimligidan bu narsalarni tasdiqlovchi hujjatlarni ham qabul qilib oldim. Ilmiy yangiligim shundan iboratki, menda mana shamol tezligini dinamik xususiyatlarni o'zgaruvchanligini hisobga olganman. Bu narsa hech qaysi ishlarda qaralmagan. Keyin zararli moddalarning tarkibiy elementlarini alohida tarqalishini tenglamalarni ishlab chiqqanman. Nochizliqli tenglamalarni bu nimalar ishlab chiqilgan nochizliqli tenglamalar boshqa hech qaysi mualliflarda, hech qaysi olimlarda mavjud emas. Bu narsani o'zim to'liq matematik apparat ishlab chiqqanman. Shuningdek, sferik koordinatlar sistemasida va geografik koordinatlar sistemasida ham buni tatbiq qilganman. Asosiy muammolarda bittasi mana bu men juda katta masshtablarda ishlayman. O'sha masshtablarda ishlagan paytim kompyuterning resurslari yetishmovchiligiga duch keldim. Shuning uchun men buni keyin parallel dasturlash elementlarini ham ishlatdim va mana raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutining laboratoriyasidagi mavjud eng kuchli kompyuterlardan ham foydalandim va ushbu ilmiy tadqiqot instituti rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xorijiy olimlardan mana bu Jant, Naslund, Nas, Berland kabi, Marchuk, Alayan kabi olimlar ishlaridan qisman foydalandim. Mahalliy olimlardan men Ravshan domlani maktabi vakiliman. Shu maktab doirasida keyin Arushanov, Abu Talib, Karim Berdiyevani ishlaridan ham tanishib chiqdim. Ilmiy tadqiqot natijalarini Samarqand viloyati hududida joylashgan Jomboy yashil chiroqlari, sement zavod, NGMK, asfalt zavod va un zavodlarda, shuningdek bir nechta boshqa shu kabi obyektlarda joriy etdim va davlatnomalarni oldim. Bu yerda asosiy natijalar shunlardan iboratki, men o'sha ishlab chiqilgan modelim asosida olingan natijalar, ularda men oyinda 86 degan protokolda ishladim. U protokolda juda ko'p xatoliklar mavjud bo'lyapti. Men ishlab chiqqan matematik model asosida ishlab chiqilgan natijalar bu narsani ancha adekvatligini, ya'ni mosligini tekshirib berdi. 3% dan 5% gacha men samaradorlikka erishdi ushbu tashkilotlar. Men ushbu raqam texnologiyalari va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti bo'lishdan oldin axborot kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy innovatsiya markazida men tayanch doktoranturaga kirganman. Ilmiy ustodim Ravshan Nurmahmad boshchiligida ilmiy ishlar olib bordim. Shu bo'yicha keyin fan doktori nimasida ham davom ettirdim. Endi mana kelajakda rejalarim mana Eshbayeva Nodira degan tayanch doktorantimni himoyaga chiqardim, himoya qildi. Xudo xohlasa kelajakda mana shu shogirdlar bilan birgalikda hali ko'p ochilmagan qirralar mavjud ushbu sohada. Ushbu sohalar ochilmagan qirralar doirasida shu yangi ilmiy ishlanmalar ishlab chiqish niyatidaman. Eng asosiy tavsiya sabr, qanoat. Chunki ilm ish bu oson ish emas. Bu narsaga men shaxsan o'zim ko'p qiyinchiliklarni bo'ynimga olganman. Ayrim holatlarda o'zimni shaxsiy nimalardan voz kechganman, imkoniyatlarimdan. Ilm ish qilish uchun sabr, qanoat kerak. Keyin bu yog'i o'zi yurishib ketaveradi.